Eng yaqin inson sizga bu ayolingiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Akrimun nisa." Ayollarga ikrom ko'rsatinglar. Favallohi ma akramahunna illa karim. Allohga qasam, ayollarga faqat karim inson ikrom ko'rsatadi. Va ma ahanahunna illa la'in. Faqat pastkash, razil insongina ayollarni xor qiladi. Ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz sizni yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Ishiga do'q qilib, ayol ishiga qattiq muomala qilishlik ulug'likni belgisi emas. Aksincha bu, uni teskarisini belgisi. Ko'chalarga qilib ko'ring, bunaqa qilg'ingizni, kimsan sen menga deydi. Endi uyingizda qilasiz, chunki ko'taradida, o'zdachi bera olmaydi-da, zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydi-da. Shuning uchun agar uyingizdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliyjanob odam ekansiz. Rost boshini aytyaptilar. Faqat karim inson ayollarga ikrom ko'rsata oladi. Insof bilan aytadigan bo'lsangiz, o'zingizni qo'yib ko'ring ayollarga. Sizga qanaqa muomala qilishlarini xohladingiz? O'sha muomalani biz o'zimiz qilishimiz kerak. Shunda biz Alloh taolaning Ar-Rafiq, Alloh muloyim degan ismidan o'zimizga nima olgan bo'lamiz ekan? Ulush olgan bo'lamiz ekan. Ayol bilan tinch totib yashash degani unga aziyat yetkazmaslik emas, balki undan yetgan aziyatni ko'tarib sabr qilishlik. Bo'pti, qo'y bolada deb qo'yasiz-ku, kichkina bo'lsa. Bo'pti, xotin kishilar deb qo'ya olmaymiz-da biz akalar. Erkak kishi edi, misol baland turib turib, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Sen xotin kishisan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytayapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qiyshiq qovurg'a. Birodarlar, biz aytgandaqa bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki uylanganlar, yangi uylanganlar. Sizlar aytgandaqa bo'lmaydi. Mana oqsoqollardan so'rayman. Ya bo'ladimi hoji aka? Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytgandaqa emas edingiz. O'sha otangiz hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga o'zini yumdi. Gap aytarkan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. Nasada talaqni berdim deydi. Ha, boblabsan. Sen chidamas ekansan. Bu oxirgi variantida talaqni berishlik. Albatta chegarasi bor, nima aytib qo'yaylik. Nima desa ko'tarilish kerak ekan domla aytdi demanglar. Shariatni belgilab qo'ygan ramkasi bor, undan o'tib ketadigan bo'lsa javobini berish kerak bo'ladi. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza dakhala baytahu basaman dhahaka. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kelsalar, deydi ummahatul mu'minlar aytadi, kulib tabassum bilan kirardilar. Mana shu muloyimlik, Alloh taolaning Ar-Rafiq, muloyim degan ismidan o'zimizga oladigan ulush mana shu. O'zimizning nafsimizga nisbatan muloyim bo'lamiz ibodatlarda, juftlarimizga nisbatan bo'lamiz, muloyim bo'lamiz. La takrahul banat, deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Hokimdan bu hadis. Fa innahunnal mu'nisatul g'oliyat. Qiz farzandlarni yomon ko'rmanglar. Chunki albatta ular qimmat mu'nisadirlar deydi. Kim aytayapti bu gapni bizga? Rasululloh aytayapti. Biz kimmiz Rasululloh oldida? Payg'ambarimiz ahlga qilingan yaxshi muomala eng katta yaxshilik ekanligini aytdilar. Khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli. Sizlarning ichingizda eng zo'rlaringlar ahllariga yaxshi muomala qilganinglar. Endi men sizlarning ichingizda o'zim ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman deyaptilar. Tushunarlimi?